Surxondaryoda qo'ylarga hujum qilgan bo'rini tutib o'ldirgan shaxs jarimaga tortildi. Viloyat eko boshqarmasining ma'lum qilishicha, hodisa 2025-yil dekabrda Uzun tumani Beshkapa mahallasi hududida sodir bo'lgan. Erkak qo'ylarini adirda o'tlatib yurganda bo'ri hujumiga uchragan. Shundan keyin u podani himoya qilish maqsadida bo'rini ta'qib qilib ushlagan, yakunda uning o'limiga sababchi bo'lgan. Ta'kidlanishicha, erkak bu harakati orqali hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 33-moddasi talablarini buzgan. Shu boisdan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90-moddasi, ov qilish va baliq ovlash qoidalarini, shuningdek hayvonot dunyosidan foydalanishning boshqa turlarini amalga oshirish qoidalarini buzish birinchi qismi asosida bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, ya'ni 8.240.000 so'm miqdorida jarima qo'llangan. Eko boshqarma bo'rilar O'zbekistonda qonun bilan muhofaza qilinadigan yovvoyi hayvon turlaridan biri hisoblanishi, ularga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, qiynoqqa solish yoki noqonuniy harakatlarni amalga oshirish belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'lishini eslatgan.